Otabek Jo'rayev telefon qilyapti. Otabek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Tinchmi, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Shu intervyu olyotgandik. Nima xizmat aka, eshitamiz sizni? Men hozir intervyularni ko'rib turmanda, mana bu Dilnurga gapirmoqchiman. Puda bir narsalar gapirib. Hozir bir minut, Dilnur aka eshitilyaptimi Otabek akaning ovozi sizga? Eshitilyapti. Bo'ldi, bemalol bering savolingizni. Puda bir narsa gapiryapti, nimalar deyapti. Bu apasini xom urib qo'ygan joyimiz ham birinchida o'tgan. Yo, sizni gapirgani yo'q, Siroj Mediani gapirayapti hozir. Otabek aka. Meni ham qo'shib gapiryapti. Eshittirma. Nima maqsad, sabab nima? Bu qayerdan qo'shilib qoldi bu temaga? O'zi kim bu? Bir manbaga kelib, bironta bir xalqqa bir yordam qilib qo'ygan joyi bormi? Birontani bir mushkulini oson qilib qo'ygan joyi bormi? Birontaga bir nom bergan yo birontani ishini bajarib qo'ygan joyi bormi? Bu odamga nima qildik biz o'zi? Yana kecha yana menga efir qildi Otabek Jo'rayev Falonpistondan bir narsalar deb yana efir qildi. Erkak odam lechkaga chiqyapman, lechkani qarab bunda gaplashmaydimi gaplashgisi kelgan odam? Javob berasizmi yoki nima? Dilnur aka. Endi birinchidan meni lechkamga hech kim hech narsa yozgani yo'q. Ayniqsa bu Otabek Jo'rayev meni lechkamga chiqqani yo'q. Lechkamga hech narsa kelgani yo'q bundan. Eshitdim, kelmabdi-ku lechkasiga. Ikkinchidan, Otabek Jo'rayev, men sizlar kabi xohlagan o'zimni pozitsiyamni bildirib boraman. Bu birinchidan. Sizlarni faoliyatingiz, sizlar deganda men hozir ayniqsa kimlarga to'xtalayotganini aniq aytyapman. Orasida keling, mana hozir gapni tugatib olsa Otabek aka. Madaniy bir nimadan savol yo'llabdi-yu hozir. Biz nima qildik? Biror narsa kimgadir shaxsiyatiga tegish kerakmi? Otabek aka gapini tugatib olsin. Otabek aka. Yo, agar bunaqa haligi bidir bo'ladigan bo'lsa, bu kerak emas. Bu Dilnur aka gapini tugatib olsin. Dilnur aka gapingizni tugatib oling, eshitamiz. Men sizlarni qilib yurgan faoliyatingizga qarshi o'zimni bir qarshi tomon sifatida istagan nimamni, ya'ni qarshi pozitsiyamni bildirib boraman. Bu yerda masala shaxsiyatlar to'g'risida ham emas aslida. Bu yerda masala shaxsiy adovat masalasi emas. Ya'ni Otabek Jo'rayev, Sirojiddin bilan yoki boshqalar bilan meni o'rtamdagi shaxsiy adovat emas bu yerda masala. Bu yerda masala jamiyatda bo'layotgan ishlar bo'yicha biz o'zimizni qarshi pozitsiyamizni bildirib boryapmiz. Men xususan va bu yerda bu masalan Otabek Jo'rayevning shaxsi kim, Jahongir To'laganovning shaxsi kim, shaxsi aniq bo'lganlar, tarixi aniq bo'lganlar chiqyapti. Men yana bir bor aytdim, Otabek Jo'rayev haqida menda hozir hech qanday bir buni istoriyalari haqida hech gap yo'q. Men bu odamni haqorat qilganim yo'q edi, deyapman. Lekin bu chiqib mikrofonni qo'lingga mikrofon o'rniga boshqa narsa tutqizib qo'yamiz deb, ya'ni bir qanaqadir bir ko'cha ma'nosida bir narsalar gapirgandan keyin borib, albattaki men javob yo'lladim bu odamga. Endi mayli, kelinglar. Mana bular chiqyapti, istaganini qilyapti, istagan odamga tuhmat uydiryapti va jamiyatni miyasini chalkashtirib boryapti. Biz qarshi chiqyapmiz. Bu narsalarning hammasi o'zini bir qonuniy, huquqiy yakuniga yetib borishi kerak baribir bir kun. 12-da. Sizlar mard bo'lib maydondamisizlar? Turinglar, qarshi fikrlarga ham chidab sabr qilib turinglar. Agar sizlar media odam bo'lsanglar, chidamaydigan bo'lsanglar, sizlar bo'lmasam yo'qolib qolinglar bo'lmasam. Yoki chidanglar. Chidanglar-da, chunki bu ko'pchilikning ishi. Ko'pchilikning ishida hamma sizlarning ketinglardan ergashib bir haligi mana bu ergashib yurgan lo'q olomonga o'xshab ergashib ketish shart emas sizlarning ketinglardan. Shuni to'g'ri tushuna bilishinglar kerak sizlar. Sizlarning faoliyatingizga qarshi chiqadigan odamlar bo'ladi. Eshityapti. Hozir endi nima komlaka bir tushunaysiz? Qani bizga kimga tahdid qildik, kimga shantaj qildik, kimga nima qildik? Eshitdi, Xizr. Eshitdi, senga gapiryapman. Ana. Mana shu bu xiraplari hammaga o'tadi deb o'ylaydi-da bular. Hammaga o'tadi deb o'ylaydi. Bu hammani mana shuna xirap qilib keladi. Sal qarshi fikr bildirganni, o'sha o'tirganlarni qo'rqitib, cho'chitib shuna xirapga olib keladi. Lekin bu xiraplarga hamma qo'rqib ketavermaydi-da. Mana darrov unaqa mana shu gaplar anchadan beri bo'lib kelyapti-da. Bular yana o'zi emas, o'sha trollarni qo'yib yuboradi. Haligi bosir kirib kelib, darhol yaqqol ko'rinadi-yu kim tomonidan kirib kelayotganda. Bu maydon bitta sanlarga chiqarilmagan. Tushundingmi? Men prosta keling siz madaniyat bilan gaplashyapmiz. Sizni fikringizni to'liqroq tushuntirmoqchiman. Bu ochiq o'yin, hamma o'zini fikrini
bildiryapti demoqchisiz, Ha, to'g'rimi? shunaqa, Dilnur aka? shunaqa. Ochiq. Bo'ldi. Bular agar bu Otabek aka, masala siz bo'lib o'zaro hozir hal Otabek akani qilinadigan ham masala eshitaylik. bo'lganida edi. Dilnur aka, Otabek akani ham eshitaylik. Svязda turibdi. Otabek aka, bunga nima deysiz? Bu Dilnur aka ham to'g'ri aytyapti-da, har bitta inson o'zini masalan fikrini bildiryapti. Sizlar o'zini fikrini bildirgani qo'ymayapsizlar, deyapti. Otabek aka, bunga nima deysiz? Yo'q, birinchidan bu bekorni 5 tasini aytdi bu odam. Bekorni 5 tasini aytdi. Biz hali birontaga shantaj qilib yo biror narsa qilib qo'ygan, yo nimadir qilib qo'ygan, kimgadir bosim qilayotgan joyimiz yo'q. Qani qayerda olib gapiryapti bu? Shantaj qilib, bosim qilib, odamlar kimnidir orqasidan ergashib ketyapti nima? Odamlar Aynan Otabek shantaj qildi demaganman hali men, lekin Otabek Yo, siz Otabek aka, siz hammani nomidan gapiryapsiz. Bu aytyapti, imенно Otabek aytgan demayapman, deyapti. qayerda gapirdi? Bironta xodim yomon yoki men bu anaqa yo bunaqa yo bunaqa deb. Oy, bizani tomirimizni qismanglar, kislorodiylarni bo'g'ib qo'yamiz deb. Yo'q, Otabek aka, xohlasangiz men sizga silka tashlayman hozir. Silka tashlayman, efirimizga qo'shilishingiz mumkin. Yo'q, bu odam chiqib olib, men bu odamni masalan aynan Otabek Jo'rayev mana shu yerda mana shunaqa qildi degan gapni hali eslolmayman-da, lekin Sirojiddinni, Sirachni, Jahongir To'laganovni, ana Otabek Hamidovni u bo'yicha faktologik anaqalarni keltirdik. Lekin men shunda ham aytib o'tyapman, Otabek Jo'rayev haqida menda istoriya yo'q. Shuning uchun hali u to'g'risida to'xtalmadim, lekin chiqib olib ko'rdik-ku. Bizning tomirimizni qismanglar. Biz kislorodiylarni bo'g'ib qo'yamiz deb butun mana ommaga chiqib, o'zidan bir ko'cha bir gangster yasab olib, voy men bunaqa qilib qo'yamiz. Bunaqa, xo'p, qani isbotini qilamiz. 19 minutlik video bor, 9 minutlik video bor. Yo'q, uni 19 minutlik video 9 minut bo'ldi, keyin Guleranoga ketib bordi, lekin o'zini efirda turibdi, lekin shu narsa. Qani o'sha isbotini ko'rdikmi biz? Yolg'onchilikmi? Yolg'onchilik. Isbotini keltirdimi? Yo'q, keltirgan yo'q. Raz da'vo qilgandan keyin keltirish kerak-da. Ana undan keyin borib, mala desang shu bola. Bitta mana shu orasida keltirdi deb haligi e'tirof ham etib chiqaveramiz biz buni. Bu yerda unaqa narsani ko'rganimiz yo'q. G'irt tuhmat hamma yoni qilib, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deb o'sha gulchapchap temasida butun hamma yoni chuvalashtirib, oxiri keyin qarshi fikr bildirganlarni bular chiqib yana bosim o'tkazishni boshlayapti-da. Endi bu xirab hammaga o'tavermaydi. Masalan, menga o'tmaydi-da. Prosta hozir odam jahli chiqsa, keyin yana so'kishib, mana bunaqa narsalarga o'tib ketiladi. O'sha narsa bo'lmasin, mana bu ko'pchilikning orasida o'tiribmiz degan ma'noda bir shu madaniy bo'lsa madaniy suhbatlasha qolaylik deb shu narsaga kelib anaqa qilib turganda darrov yana pezim mana bunaqa narsalarni yana boshlayapti. Yo'q, endi hozir ha Otabek aka. Ularni bo'lmayapsizlarga. Silkani bosasiz. Mana men ikkinchi profilimda hozir ulandim. Spokойно silkani bosing. Или VPN'ingiz yo'qasizmi silkani? Silkani bosyapman. 3 ta odamni qabul qilmas ekan. 3 ta odamni qabul qilmas ekanmi? Yo'q. Присоединиться chiqdimi sizga silkani bosganingizda? Chiqyapti, 3-chi odamni qabul qilmas ekan. Ha, bo'ldi. Yo, mayli, bo'lsa shunday bo'lsa, unday qilamiz. Otabek aka, bunday qilaylik bo'lsa, Dilnur akani masalan o'zini fikrini eshitaylik hozir. Bu inson ham masalan vaqtini ajratib 4 kundan beri kutyapti intervyuni. Bo'lmasa, agar efirda ko'ryapsiz, ertaga siz bilan efir qilamiz, ikkalamiz mana shunday tet-a-tet. Siz o'zingizning fikringizni, o'zingizning nuqtai nazaringizni gapirib o'tasiz. Bunga qanday qaraysiz? Bunaqa narsa. Men qarorchi bu odamdan ham gapim yo'q, bilasiz, siz bilan gaplashib olgan gapim bor. To'g'ri. Kelishib olgan joyimiz ham bor. To'g'rimi? To'g'ri. Bu odamga meni gapim yo'q. Mana bu to'da, mana u beshalasi, mana u bir narsa, bir bola, bir narsalar gap kerak emas. Agar erkak odam misol mayli siz Yo'q, men bu gapni men aytmayapman. Otabek aka, bu gapni Dilnur aka men aytayapman. Men aytayapman. Men bu to'dan aynan Gulchapchapni yonida to'dalashib chiqqan mana 4 ta ism bor. maska ega. Yo'q, tushundim. Prosta hozir bu kishi Otabek aka sizdan xafa bo'lgan joyi, Otabek aka, sizdan xafa bo'lgan joyi har bitta inson fikrini aytishga haqqi bor, lekin sizlar qo'pollik qilyapsizlar deb sizga shunaqa nima pretenziyasi bor sizga Dilnur akani. Yo'q, men masalan shaxsiyatga agar menga gapi bo'lsa, men ana qilsin. Men bu to'da bir narsa, bir bola, bir nima kerak emas gap. Men lichkasiga yozyapman, aka. Mana masalan sizni lichkasiga yozib gaplashib oldim. To'g'ri. Bu odamni lichkasiga gap yozyapman. Voy baraka topkur. Bu yerda shaxsiy adovatlar, shaxsiy janjallar to'g'risida gap ketmayapti. Sizlar olomonga chiqyapsizlar, ya'ni omma qarshiga chiqib kelyapsizlar mediada va o'sha mavzuni atrofida aylangan 4 ta ism bor. O'sha 4 ta mashhur ism to'g'risida gap ketayotgan paytda istagan odam chiqib istagan gapini gapirish huquqiga ega, ya'ni o'zini qarshi pozitsiyasini bildirish huquqiga ega. Bu 4 ta nomdan boshqa nomni hali eshitmadik bu mavzuda.
aynan o'sha mavzuda chiqib, tomirimizni qismanglar, kislorodiylarni bo'g'amiz degan aynan mana shu Otabek Jo'rayev degan odam bo'ladi. Otabekka nima uchun shu gapni aytdingiz? Kislorodlar endi bo'g'ib Kechib qo'yaman deb. qo'yasizlar. Bunaqa ugrozli gaplar, tahdidli gaplarni gapirar ekan ommaga chiqib, ularga qarshi biz gap gapirsak, endi bular sababini aytaymi, nimaga bular jizg'anak bo'lyapti? Ha, bular o'sha mana shu tirikchiligini hammasi mana shunga bog'liqda. Mana shu odamlarni ovlab, mana shulardan 13 million, 25 million, falon million olib, qarshi tomon, dushman tomoniga zakazni olib borib, o'sha dushman tomoni keyin aka unaqa qilmanglar, bunaqa qilmanglar yoki biror hokimiyat organlari unaqa qilmanglar desa, ha muncha bo'ladi, seni ham oqlab beramiz deb undan ham pul olib, mana shunaqa buni shapkasini bunga kiydirib yurib, mana shunaqa qilib pul topib yuradigan odamlar bo'lsa bular. Endi chiqib olib diktovat qiladimi? Butun olomonga chiqib o'zini qanchalik zo'rligini ko'rsatib, qo'li hamma yoqqa yetadiganini ko'rsatib, bu darajada emas-da. Chidasanglar, turinglar, qarshi fikr bo'ladi sizlarga nisbatan. Bu narsani normal qabul qilinglar. O'shanga o'rganinglar, immunitet shakllantiringlar. Ha, qarshi fikr bo'ladi, bizni ham faoliyatimizga qarshi odamlar bo'ladi deb qabul qilinglar shu narsani. Bu mumkin emas, hamma sizlarga 100% ergashib ketishi. To'g'ri, bu gapingizga qo'shilaman. Bu gapingizga qo'shilaman. Ana shuning uchun bu yerda yig'i-sig'ini keragi yo'q bu yerda. Bu yerda shaxsiy men Otabek Jo'rayev bilan nima kesishib qolgan joyim yo'q-ku. Shaxsiy adovatim yo'q bu odamga. Meni gapiradiganim shu. Men bu odam bilan birortasi bilan shaxsiy adovatim yo'q meni. Otabek aka, Dilnur akani sizga pretenziyasi yo'q ekan. Shuning uchun ham shaxsiy ma'noda adovatim yo'q meniki bu odamga. Men sizni ovozda o'chirganim yo'q. Men qo'limda sizni eshityapmiz biz. Yana gapiring. Men qo'limga qo'yib o'tiribman hozir tomosha qilib. Men hozir so'kkanimda nimaga indamay turdinglar? Sizni ovoz bizga kelgani yo'q. Temur, bunaqa narsa. Bu odam nima fikr qiladi, nima qo'yadi o'zini ishi. Odam shaxsiyatiga tegmasa. Mart bo'lib ana lichkasiga hozir o'taman. Lichkasiga bilan tugatinglar. Men gaplashib olaman, gaplashadigan gap. Bo'ldi, gap yo'q. Gaplashganman, u odam bilan gaplashaman. Bo'ldi, gap yo'q, brat. Kelishdik. Bo'ldi, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Voy, to'g'ri qilib bilmayman nimaga u Otabekka qayerda xafa bo'lyapti. Nimadan xafa bo'lyapti? Ular hozir Temur, bitta gapda. Men hozir kayf qilyapman, boru. Maza qilyapman. Ishoning. Maza o'z xarakter sущностьimdan kelib chiqib maza qilyapman. Bular jizg'anak bo'lib, shu tutab, agar normalniy odamlar bo'lganida, hamma narsasi normalniy, qonuniy, cho'tki bo'lganida bu odamlarning fikriga parvo qilmasdan o'z ishida, o'z yo'lida davom etayotgan bo'lardi. Ular haqiqatni berganda jazavaga tushmasdi demoqchisiz. Jazavaga tushmas edi. Chunki bularni hozir mana shu kamchilik bo'lgan sondagi bularga qarshi fikr aytib chiqqan juda kam shaxslar, ya'ni faollar deylik. Mana shu narsa nimaga bular hozir oxirgi hali cho'pga osilayotganday mana shunaqa bo'lyapti. Chunki bularni tirikchiligiga zarba beradigan bir faktor paydo bo'ldi. Bularni mana shu mashennichskiy tirikchiligiga zarba beradigan mana shunaqa odamlarni borib, haligi muncha dardingni hal qilaman, muncha pul ber, uni qarshi tomoniga borib, bundan sen muncha pul bersang, seni qaytadan oqlab beraman. Unaqa qilaman, ikki tomonlama o'ynaydigan mana bunaqa munofiq o'yinlari chippakka chiqib, bularning orqasidan topadigan tirikchiliklarga zarba kelyapti. Endi bu bir tomonlama. Ikkinchi tomonlama, qarang. Bular xuddi bilasizmi nimaga o'xshaydi? Ana oldinlari bilsangiz killer zakaz qilib, killer jo'natib yuborardi. Ana o'zini dushmanini yo'q qilishlardi. Hozir shu virtual olamda ketyapti. Ya'ni menga kelayotgan murojaatlar bo'yicha asosan mana shularning faoliyati nima deb bilasizmi? Falonchini yo'q qilib ber degan ma'noda zakaz olishadi. Tushunyapsizmi? Falonchini. Ya'ni jayda javla killer demasa kerak. Yo'q, killer ma'nosida aytmayapman. Tushunmayapsiz. Anaqasidan o'tirgan kreslasidan ag'darib ber. Mana shu masalan mana yaqinda 2024-yilda Otabek yana telefon qilyapti. Hozir 1 minut. Bu aka bizni efir qilgani qo'ymaydi. Yo'q, endi hozir gaplashib olamiz dedim, bo'ldi, qisib o'tirish kerak edi. Voy, gaplashib olamiz dedi-ku. Qisib o'tirish kerak edi endi. Lichkada gaplashamiz, o'zi bilan gaplashamiz dedi. Enangdamiga gapirasan, onangni sikay bilan haromi, enangdamiga sikaman baqi kelgina aytdi bolasi. Enangni ko'ttiga sikasan, onangni ko'ttiga sika haromini bolasi. Enangni sikaydi bolasi. Enangdamiga sikaman O'zbekistonga kelsang, onangni sikaydi bolasi bilan. Haromdan bo'lgan. Onangdamini ko'rib gaplashyapsan, onangni sikay bilan. Xuyla bilan. Basharingni qo'taman. Qanaqa odamsan?
Erkak o'tyapman gapirishga. Xotamim chaylayapman. Onangiz sizga haromi? Mana asl bashara. Enangiz sizga O'zbekistonga kelgan Qamalikiston o'naynamiga sizga mamasanga o'xshagan. Ana asl bashara. Lichkada gaplashamiz to'g'ri, mana. Voy. Efir ketyapti-yu. Efir ketyapti-yu hozir. Xoin jalab, enangdaniga o'xshab o'tirsa aytdi bilan mol boqib. Olsibadaningga sizga bilan. Otabekka o'zim qolaman dedim, Otabekka so'kinmagan ekan. Mana asl bashara. Bu yerda hozir nima gap bo'ldi bularga nisbatan? Otabekka bo'ldi aka. Yo, Otabekka biz hozir so'kinmayapmiz. Yo, u savollarni endi o'tamiz. Siz prosta Otabekka qiziqib ketyapsiz-da, biz hayron qolyapmiz. Biz hozir endi bir mavzuni boshladik. Hozir o'zi mavzuni 20 minutini siz qilyapsiz. Yo, o'tadi. Endi toshni o'tadi. Hurmatli obunachilarim, bunaqa efir bermagan dahshat. Ekranga ikkita urib qo'yamiz, layklarni bosib, pizdet, это ужас, кошмар просто какой-то. Hujjat qoyim bo'ldi. Вообще, я такого не ожидал. Men bunaqa narsani kutmagandim. Siz mana o'tiribsiz-da endi bular haligi nima ekan. Mana asl bashara shu. Mana asl bashara. Hujjat qoyim bo'ldi. Mana bu efir menimcha yozildi. Hujjat qoyim bo'ldi. Bularni basharasi kimlik? Men bu odam to'g'risida hali bungacha ham kelgan vaqtda to'g'ri aytib kelyapman. Siroj media sirrach deyapman. Jo'xa alkash deyapman, sifilis deyapman, nima desam deyapman. Ana Otabek Hamidov kod deyapman, boshqa deyapman, lekin Otabek Jo'rayev deb kelyapman-da. Shu paytgacha. Bunga bir sifat yuklab, anaqa qilib bir laqab qo'yib aytganim yo'q shu paytgacha. Chunki bu odamning haqiqatda menga bu odamning faoliyati qorong'iroq, lekin mana shu to'daning ichida bor. Gulchapchapning mavzusida bor. Gulchapchapni ami uchun bu o'zini yirtib yoqasini yirtayotganini ko'rib turibmiz. Keling, mana bu meni hozir haqorat qilgan mana bu nusxa, endi bu nusxaga nisbatan hech qanday parda qoldirmadik biz. Bu nusxa ko'p gaplarni gapirib yubordi, ya'ni o'zidan chiqib ketdi desak ham bo'ladi. Yo, men o'zim ham hayron qoldim. Nimaga hozir qani siz aytayotgan edingiz, bu juda yumshoq odam, qo'polligini ko'rmaganman, voydod bedod qilib. Men birinchi marta Otabek Jo'rayevni so'kinganini, qo'polligini har qanaqa predel qizil chiziqlarni bosib o'tib ketdi-yu hozir. Da, я сам в шоке, короче. Qani madaniy, qani bu nima? Qani o'zi umuman bu etika, estetika qayerda qolib ketdi bu madaniyat? Mana shularmi? Basharalar, mana shu basharada shu nima deydi? Bu xalqparvar basharalarning ahvoli bu. Mana bu to'g'risida qancha mana o'z tasdig'ini topdi. Sen men qilganda qanaqasiga bu jurnalist, qanaqasiga bu xalqparvar, qanaqasiga bular odamlarning dardini yoritadi. Ужас. Nima? Я с этим согласен. Bu narsaga men sizni fikringizga qo'shilaman. Bu juda qo'pol munosabat bo'ldi, chunki shaxsan bu insonni muxlisi ham ko'p, по-моему 1 milliondan ortiq muxlisi bor-da. O'shaning uchun 2 million bo'lmaydimi? 10 million bo'lmaydimi? 10 million bo'lsin muxlisi. Ishoning, 10 million bo'lsin. Orqada poddershkalar vallomatni kazoni eng manaman degan joylarda o'tirgan bo'lsin. Shunaqa Mavridi kelib delokassatsiya qilsa boru. Delokassatsiya qilsa, mayli, hozir ko'p gaplar gapirib Bu narsani teoretasi qoldiraylik.